Assalomu alaykum hurmatli siyosiy ma'rifat soati ishtirokchilari. Bugungi o'quv soatida davlat xizmatchilariga kerakli bo'lgan kasbiy kompetensiyalarga oid video lavhalar e'tiboringizga havola etiladi. 5-oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Tojikiston Respublikasi Prezidenti Emomali Rahmon bilan telefon orqali muloqot qildi. Oliy darajadagi kelishuvlarni amalga oshirish doirasida ko'p qarorli sheriklikni yanada kengaytirishning dolzarb masalalari ko'rib chiqildi. Savdo, sanoat kooperatsiyasi, transport, energetika, qishloq xo'jaligi, turizm, madaniy-gumanitar almashinuv kabi ustuvor yo'nalishlarni qamrab olgan amaliy hamkorlikning yangi kun tartibini shakllantirish bo'yicha birgalikdagi ishlarni davom ettirishga alohida e'tibor qaratildi. 6-oktyabr kuni davlatimiz rahbari sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish hamda iqtisodiyot va ijtimoiy sohaga keng joriy etish yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Ozarbayjon Respublikasi Prezidenti Ilhom Aliyevning taklifiga binoan 6-7 oktyabr kunlari amaliy tashrif bilan ushbu mamlakatda bo'ldi. Davlatimiz rahbari Gabala shahrida Turkiy davlatlar tashkilotining navbatdagi sammitida ishtirok etdi. 7-oktyabr kuni Prezidentimiz Gabala shahrida Turkiy davlatlar tashkilotining navbatdagi sammitida nutq so'zladi. Qadimgi Buyuk Ipak yo'lining muhim savdo va madaniyat markazlaridan biri bo'lgan betakror Gabala shahrida siz aziz qardoshlarim bilan diydor ko'rishib turganimdan behad mamnunman. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, Turkiy davlatlar tashkiloti qisqa vaqt ichida jadal rivojlanib borayotgan nufuzli xalqaro tuzilmalar qatoriga kirdi. Avvalambor mamlakatlarimiz o'rtasida yuksak darajada siyosiy muloqotlar faollashgani, o'zaro ishonch mustahkamlanayotgani, amaliy sheriklik loyihalari va gumanitar dasturlar hayotga faol tatbiq etilayotgani buni yaqqol tasdiqlaydi. Mamlakatlarimiz o'rtasida o'zaro savdo hajmi barqaror o'sib bormoqda. Bu ko'rsatkich 2030-yilga qadar 2 barobar oshishi kutilmoqda. Tuzilmamizning mavqei va salohiyatini yanada oshirish, uning yaqin kelajakda samarali hamkorlik maydoni sifatidagi o'rnini mustahkamlash oldimizda turgan ustuvor vazifadir. Bugun qabul qilinayotgan Gabala deklaratsiyasi birgalikda ilgari surayotgan ezgu tashabbus va rejalarimizni yanada mustahkamlab, davlatlarimiz umumiy taraqqiyotiga, qardosh xalqlarimiz farovonligiga munosib hissa qo'shadi deb ishonaman. Shu kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putinning telefon orqali muloqoti bo'lib o'tdi. Qoraqalpog'istonda umummilliy salomatlik marafoni o'tkazilmoqda. Bu tashabbus insonning o'zi va yaqinlar sog'lig'iga e'tiborni odatiy hayot tarziga aylantirishga qaratilgan. Nukus shahridagi 12 ta oilaviy poliklinika va 3 ta jamoat maskanida aholi diagnostikadan o'tkazilmoqda. Shuningdek, bemorlarni yo'naltirish va raqamlashtirish tizimi joriy etilmoqda. Qoraqalpog'iston sekin-asta faol iqtisodiy hududga aylanmoqda. 2 yilda 64 ta investitsiya loyihasi ishga tushgan, natijasida 5000 dan ziyod aholi ishli bo'lgan. Yangi loyihalar Qoraqalpog'istonda sanoat, logistika, qishloq xo'jaligi va sog'liqni saqlash tizimini rivojlantiradi. Yaqin yillarda qiymati 2 milliard dollarga yaqin yana 27 ta loyiha yo'lga qo'yiladi. Salkam 10 ming kishi ish bilan ta'minlanadi. Tashabbusli budjet loyihalari ijrosi nazoratda. Joriy yilning sentyabr oyi yakunlariga ko'ra tashabbusli budjet doirasida qurilish, ta'mirlash ishlari davom etayotgan 1579 ta loyihada bevosita joyiga chiqqan holda sayyor monitoringlar o'tkazildi. Ma'lumot uchun sentyabr oyi davomida avvalgi mavsumlar doirasida g'olib deb topilgan 480 ta loyiha bo'yicha ishlar yakunlanib, foydalanishga topshirildi. 2025-yil 1-noyabrdan Respublika ijro etuvchi hokimiyat organlarining maqbullashtiriladigan boshqaruv tadbirliklari soni tasdiqlandi. Respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari sohaga oid bo'lmagan vazifalarning qisqartirilishi va faoliyatiga raqamli texnologiyalarning joriy etilishini, ma'lumotlarni qayta ishlash hamda sun'iy intellektga asoslangan loyihalarni ishga tushirish uchun texnik infratuzilma yaratish, ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarida mazkur yo'nalishdagi ustuvor loyihalar amalga oshirilishini, sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha aholining bilim va ko'nikmalarini oshirish, kadrlar salohiyati rivojlantirishni ta'minlab boradi.
Joriy yilning 8-9 noyabr kunlari Samarqand shahrida Samarqand marafon bo'lib o'tadi. Tadbirning asosiy maqsadi sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va Samarqandni xalqaro sport turizmi markazi sifatida namoyon etishdir. Marafonda 42 va 21 kilometr masofalar uchun 18 yoshdan kattalar, 10 kilometr uchun 16 yoshdan, 5 kilometr uchun 14 yoshdan, 2 kilometr uchun 12 yoshdan yuqori ishtirokchilar qatnashishi mumkin. Hurmatli tinglovchilar, endi navbat xorij sodir bo'layotgan voqealarga to'xtalib o'tamiz. AQShda sun'iy intellekt 10 milliongacha ish o'rnini yo'q qilishi mumkin. Axios nashri xabar berishicha, Berni Sanders rahbarligidagi AQSh senator demokratlarning yangi hisobotiga ko'ra, sun'iy intellekt va avtomatlashtirish texnologiyalari keyingi 3 yil ichida mamlakatda 10 milliongacha ish o'rnini yo'qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Eng katta tahdid ostidagi sohalar qatorida tez ovqatlanish sohasidagi ish o'rinlarining 89%, buxgalteriya lavozimlarining 64%, yuk mashinasini haydovchilar vakantiyalarining 47%, hamshiralik ish o'rinlarining 40% va o'qituvchi yordamchilarining 65% qayd etilgan. Mutaxassislar bu jarayon ish bozorida jiddiy o'zgarishlarga olib kelishi va yangi ko'nikmalarni talab qilishi mumkinligini ta'kidlamoqda. Xitoy Donald Tramp ma'muriyatiga AQSh iqtisodiyotiga $1 trillion investitsiya kiritishni taklif qildi. Bloomberg agentligi xabar berishicha, Xitoy raisi Si Szinpin AQSh prezidenti Donald Tramp bilan telefon orqali suhbatda Xitoy kompaniyalari Qo'shma Shtatlarga sarmoya kiritishi uchun qulay shart-sharoit yaratish zarurligini ta'kidlagan. Manbalarning ma'lum qilishicha, Pekinning taklifiga ko'ra, bu jarayon doirasida milliy xavfsizlikka oid cheklovlarni bekor qilish va Xitoy kompaniyalarining AQShda amalga oshiradigan bitimlarga ruxsat berish ko'zda tutilgan. Xitoy tomoni joriy yil boshida qiymati $1 trillion ga baholangan keng ko'lamli investitsiyalar paketini ilgari surmoqda. Shu bilan birga Pekin AQShdagi Xitoy korxonalari uchun zarur mahsulot importiga boj to'lovlarini kamaytirishni ham talab qilmoqda. Suriyada sobiq prezident Bashar Asad hukumati ag'darilgandan keyin ilk parlament saylovlarining dastlabki natijalari e'lon qilindi. Ma'lum qilinishicha, yangi parlament doimiy konstitutsiya qabul qilinib, umumxalq saylovlari o'tkazilgunga qadar faoliyat yuritadi. Umuman olganda xalq majlisiga 210 deputat tanlandi. Ularning 140 nafari, ya'ni 3dan 2 qismi saylovchilar kollegiyasi tomonidan bilvosita saylandi. Qolgan 70 nafarni esa muvaqqat prezident Ahmad Ashshari tayinladi. Xavfsizlik va siyosiy sabablarga ko'ra hukumat 3 ta viloyatda, Raqa, Hassaka va Suvayda viloyatlarida ovoz berishni keyinga qoldirgan. 5-oktyabr kuni bo'lib o'tgan saylov natijasida 119 nafar deputat saylangan. Xalq majlisidagi 21 o'rin hozircha bo'sh qolmoqda. Yana 70 nafar deputatni prezident shu hafta tayinlash rejalashtirilgan. AQShda budjet inqirozi sababli davlat xizmatchilari ishdan bo'shatilmoqda. AQSh prezidenti Donald Tramp Kongressdagi budjet blokadasi tufayli federal amaldorlarni ishdan bo'shatish jarayoni boshlanganini ma'lum qildi. U bu vaziyatda demokratlarni ayblab, ko'plab ish o'rinlarining yo'qolishiga aynan ular sababchi dedi. 1-oktyabrda boshlangan budjet to'xtashi shutdown oqibatida qariyb 750 ming davlat xodimi majburiy ta'tilga chiqarilgan. Faqat havo harakati, politsiya, chegara va tez yordam kabi muhim xizmatlar ishlashda davom etmoqda. Fransiyada siyosiy inqiroz, yangi hukumat 14 soatda iste'foga chiqdi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron tayinlagan yangi bosh vazir Sébastien Lecornu va uning hukumati atigi 14 soat ishlab iste'foga chiqdi. Bu Emmanuel Macronning so'nggi 2 yil ichida tayinlagan 5-bosh vaziri bo'lib, u lavozimda faqat 27 kun faoliyat yuritdi. Reuters yozishicha, hukumatning tez iste'fosi tarafdorlar va muxoliflar bosimi hamda parlamentga kelishmovchiliklar sabab bo'lgan. Radikal partiyalar prezidentni parlamentni tarqatish va hatto iste'foga chiqishga chaqirmoqda. Lecornu siyosiy kelishuvga erishish imkoni yo'qligini aytdi va agar ishlash uchun sharoit bo'lmasa, bosh vazir bo'lib qolishning ma'nosi yo'q dedi. Bu hodisa zamonaviy Fransiya tarixidagi eng qisqa umr ko'rgan hukumat sifatida qayd etildi. Tehron yiliga 30 sm cho'kmoqda. Eron prezidenti poytaxtni ko'chirishga majburligini ta'kidladi. Eron prezidenti Masud Pezeshkian Tehrondagi suv tanqisligi va yerni yil sayin taxminan 30 sm gacha cho'kishi sababli poytaxtni Fors ko'rfazi bo'yiga Dubayning qarshi tomoniga ko'chirishni rejalashtirayotganini ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, Tehronning haddan ziyod o'sishi, suv ta'minotining yetishmasligi va ekologiya muammolari mamlakatni jiddiy inqirozga olib kelgan. Prezident 2-oktyabr kuni Hormozgon viloyatiga tashrif paytida bu g'oya ilgari Oyatulloh Ali Xumanaiy bilan muhokama qilinganini aytdi. Pezeshkionning so'zlariga ko'ra, yangi poytaxt sifatida ko'rilayotgan hudud Fors ko'rfazi qirg'og'ida joylashgan bo'lib, u yerda savdo va iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar mavjuddir. Yevropa Ittifoqi Ukraina va Moldovani ittifoqqa qabul qilish tartibini o'zgartirishni rejalashtirmoqda. Financial Times'ning yozishicha, Vengriyaning qarshiligiga qaramasdan, Yevropa Ittifoqi bu ikki davlat bilan texnik muzokaralarni boshlashga tayyorlanmoqda. Yevropa komissiyasi Vengriya bosh vaziri Viktor Orbanning vetosini cheklab o'tishi uchun qoidalarni o'zgartirishni taklif qilgan. Bu Ukraina va Moldovaga islohotlarni davom ettirish va Yevropa Ittifoqi standartlariga yaqinlashish imkonini beradi. Yevropa Ittifoqi diplomatlari bu jarayon to'xtab qolsa, Ukraina va Moldovaning islohotlarga bo'lgan qiziqishi pasayishi mumkinligini ta'kidlamoqda. Shavkat Mirziyoyev Yangi O'zbekistonning yashil taraqqiyot yo'li kitobi. Yangi O'zbekiston g'oyasining muhim jihati bu mamlakatimizning yashil taraqqiyot yo'lidir.
Bugun bu jihat butun Markaziy Osiyo davlatlari istiqbolining umumiy mezoniga aylanmoqda. Yangi O'zbekistonning yashil taraqqiyot yo'li nazariyasi va amaliyoti O'zbekiston prezidentining global, mintaqaviy va milliy miqyosda yuz berayotgan iqtisodiy, siyosiy, ekologik, ijtimoiy gumanitar jarayonlarga oid strategik qarashlari, konseptual g'oya va yondashuvlar asosida shakllangan. 2025-yilda nashrdan chiqqan Shavkat Mirziyoyev Yangi O'zbekistonning yashil taraqqiyot yo'li kitobida prezidentning iqlim o'zgarishi sabablari, oqibatlari, ularning jahon mamlakatlari barqaror rivojlanishiga tahdidi, mamlakatimiz va Markaziy Osiyo mintaqasida bunday salbiy oqibat hamda tahdidlarni bartaraf etish yo'llari, yashil taraqqiyot maqsadlari va ularni amalga oshirishga qaratilgan amaliy sa'y-harakatlar tavsifiga bag'ishlangan 2017-2025 yillarda yozilgan asarlari va nutqlarda aytilgan 310 ta iqtibos va 54 ta tashabbuslar to'plangan. Kitob 3 bobni o'z ichiga olgan va 3 tilda o'zbek, ingliz va rus tillarida nashr etilgan. Kitobda iqlim o'zgarishi bilan bog'liq tahdidlar, muammolar, yashil taraqqiyotga erishish mexanizmlari, vositalari, amaliy choralar to'g'risidagi taklif va tashabbuslar globaldan mintaqaviy orqali milliyga qarab yo'l olgan, o'ziga xos g'oyalar trayektoriyasini hosil qilgan. E'tiboringiz uchun rahmat. Vazirlar Mahkamasining umumiy ovqatlanish korxonalarida hosil bo'ladigan oziq-ovqat chiqindilaridan samarali foydalanish va ularni atrof muhitga salbiy ta'sirini kamaytirish hamda ortiqcha isrofgarchilikning oldini olish chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori tasdiqlandi. Hukumat qarori bilan ortiqcha xarajat talab qiladigan rasm-rusumlar, jumladan kuyov-navkar, chorlar, otako'rdi, sepyoydi va motam marosimlaridagi 7 payshanba, yakshanba, 20, 40 yil oshi pul tarqatish, mato ulashish kabi marosimlar o'tkazish taqiqlandi. Shuningdek, to'y, ma'raka va oilaviy marosimlar belgilangan cheklovlar asosida o'tkaziladi. Jumladan, oilaviy tadbirlar 200 nafargacha, osh marosimi hamda qo'shaloq to'ylar 250 nafargacha, qo'shaloq to'y oshlari esa 300 nafargacha kishi ishtirokida amalga oshiriladi. Bu mablag'larimizni to'yga emas, balki farzandlarimizning ilmi uchun sarflaylik. Yana xato qildim. Ariza o'zi qanday yoziladi? Ariza muayyan muassasaga yoki mansabdor shaxs nomiga biror iltimos, taklif yoki shikoyat mazmunida yoziladigan rasmiy hujjat. Ariza amaliyotda eng ko'p qo'llaniladigan va keng tarqalgan ish qog'ozidir. Jamiyatning barcha a'zosi hayoti davomida bu hujjatdan foydalanadi. Ariza 2 turga bo'linadi: sodda va murakkab. Hajmi, uslubi va turidan qat'iy nazar ariza o'zining umumiy zaruriy qismlariga ega va u ana shu qismlarning izchilligi asosida tuziladi. Arizaning zaruriy qismlari: ariza yo'llangan muassasaning yoki mansabdor shaxsning nomi, ma'lumot, axborot hujjatlari, ariza yozuvchining turar joyi, vazifasi, ismi, ota ismi va familiyasi. Hujjatning nomi: ariza, asosiy matn, taklif, iltimos, shikoyat, arizaga ilova qilinadigan hujjatlar nomi, agar zarur deb topilsa, ariza yozuvchining imzosi, ismi va ota ismi bosh harflari, familiyasi, ariza yozilgan vaqt, yil, kun va oy. Shuningdek, arizaning zaruriy qismlari barcha arizalarda ham birday takrorlanavermaydi. Masalan, xodim o'zi ishlayotgan korxona yoki idora rahbariyatiga ariza yozganda uning yashash joyi haqidagi ma'lumotlar zarur bo'lmaydi. Bunday hollarda xodim o'zi ishlayotgan bo'lim va lavozimini ko'rsatsa kifoya. Ariza aniq va qisqa jumlalar bilan tushunarli qilib yozilishi kerak. Ushbu hujjat asosan qo'lda yozilib, mazmuni erkin bayon qilinadi. Arizani to'g'ri shaklda taqdim etilishi muhimdir, chunki hujjatning to'g'ri yozilishi ham vaqtni tejaydi, ham ishingizni tez bitishiga yordam beradi. Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazida M-Digest. Endi esa muhim voqealar tafsilotiga to'xtalamiz. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasida Ustozga ehtirom va fidoyi direktorlar kitoblarining taqdimoti bo'lib o'tdi. Eslatib o'tamiz, kitob albom markazimiz Ma'rifat targ'ibotchilar jamiyati, Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi hamda yana qator tashkilotlar bilan hamkorlikda nashr etildi. Taqdimot marosimida kitob albomlarining qahramonlari, keng jamoatchilik vakillari, ziyolilar, ustoz murabbiylar ishtirok etdilar. Tadbir doirasida Ma'rifat targ'ibotchilar jamiyati tomonidan amalga oshirilayotgan ustoz loyihasiga ham o'rin berildi. Yana bir taqdimot millat fidoyilariga bag'ishlandi.
Kitobdan Mudofaa vazirligi, Davlat xavfsizlik xizmati va uning tarkibidagi chegara qo'shinlar, Ichki ishlar vazirligi, Milliy gvardiya, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Bosh prokuratura tizimida faoliyat yuritib, vatan himoyasi va el yurtimiz tinchligi yo'lida halok bo'lgan 196 nafar harbiy xizmatchilarning nomlari zikr etilgan. Uchrashuv davomida harbiylarning oilalari, farzandlarining qahramon otalari haqidagi hali yana ko'plab yangi asarlar, kitoblar yozilishi aytildi. Eslatib o'tamiz, Millat fidoyilari kitob albomining taqdimoti mamlakatimizning barcha viloyatlari va shaharlarda, Qoraqalpog'iston Respublikasining barcha hududlarida o'tkazilmoqda. O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazining Yangi O'zbekiston, Yangi Renessans poydevori bo'limida mamlakatdagi islohotlar statistika yoki raqamlarda emas, balki odamlar, taqdirlar, orzular va bunyodkorlik haqidagi hayotiy hikoyalarda taqdim etiladi. Bir so'z bilan, bu yerda Yangi O'zbekistonning yangi ovozi, tarix, media va texnologiya birlashmoqda. Yurtimizda oktyabr oyining ilk kunlari Qatag'on qurbonlarini yod etish haftaligi etib belgilandi. Shu munosabat bilan markazimizda ham turli loyihalar, fleshmoblar, kontentlar, suhbatlar, ijodiy ishlar avjida. Sun'iy intellekt qahramonlar obrazini jonlantirmoqda, tarix tilga kirmoqda. Respublika Bosh prokuraturasi tarixi muzeyida Qatag'on qurbonlari ekspozitsiyasi tashkil etilganidan xabaringiz bor. Bu yerdan o'rin olgan tarixiy faktlar, ashyolar, o'sha davrlarga taalluqli ekspozitsiya namunalari, 30 dan ortiq maxsus mulyajlar hamda sahnalar 1930-80 yillarda turli soxta ayblovlar bilan Qatag'on mashinasining qurboni bo'lgan, tuhmat va bo'xtonlar bilan Qatag'onga uchragan 100 nafardan ortiq prokuratura xodimlarining ayanchli taqdiri haqida hikoya qilinadi. Muzeyda hukm qilingan 30 nafar prokurorning suratlari ham bor. Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi tomonidan Oyina.uz saytida O'zbekiston menda yashaydi milliy kontentlar tanlovi natijalari e'lon qilindi. Tanlov yoshlar orasida katta qiziqishlarga sabab bo'ldi. Jami 300 dan ortiq ishtirokchidan 1000 dan ortiq ijodiy ish kelib tushdi. Bizda hozircha shunday yangiliklar. Omon bo'ling. Jaloliddin Safoning maqolasida yozilishicha, asrlar davomida ish, mehnat tushunchasi har xil bo'lgan. Odamzod ko'p davrlar ishlamagan. 8 dan 5 gacha mehnat qilish bu zamonaviy tushuncha. Shuningdek, endilikda bilim olish, eslab qolishga tayanmaydi. Tez orada texnologik gigantlar barcha zarur axborotlarni yuklab oladigan jajji linza ko'rinishidagi ko'zoynaklarni ishlab chiqaradi. Shu va shu kabi mavzular bilan tafakkurni yangi sonida tanishib chiqing. Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romani qanday mavzudagi asar deb o'ylaysiz? Kim uchundir haroratli sevgi qissasi, kim uchundir eski davr voqealigi tasvirlangan tarixiy roman. Yana birovga o'sha davr o'zbeklari hayotining maishiy tasviri. Lekin meni nazarimda bu mustaqillik uchun yozilgan asardir. Kitobning oxirgi satrlari Yusufbek Hoji Qanoatshodan bir xat oldi. Qanoatsho Avliyotadan yozar edi. O'g'lingiz Otabek yana bir kishi bilan bizning qo'shinda edi. Olmaota ustidagi o'rus bilan to'qinishmamizda birinchi safimizni shu ikki yigit oldi va qahramonona urushib shahid bo'ldi. Men o'z qo'lim bilan ikkisini dafn etdim. Qodiriy mana shu jumlalarni kitobda yozadi. Bu mavzu haqida to'liq Ma'naviy hayot jurnalida tanishib chiqing. Kuni kecha O'zbekiston Turkiy dunyoning yangilanish jarayoni, Turkiy dunyoda jadidlik mavzusidagi 3-xalqaro simpoziumga mezbonlik qildi. Asosiy tadbirlar Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universitetida o'tkazildi. Anjumanda ma'rifatparvarlik harakatining ayni damda chuqur o'rganilishi davom etayotgan mavzulari qatorida hali qo'l urilmagan masalalariga ham e'tibor qaratildi. Mahmudxo'ja Behbudiy, Mehmet Emin, Rasulzoda, Ismoil G'azpirali kabi atoqli jadidlar faoliyatiga oid asosiy chiqishlar olimlar tomonidan e'tirof etildi. Ishtirokchilar yopilish sessiyasidan so'ng Shahidlar xiyoboni va Qatag'on qurbonlari xotirasi davlat muzeyini ziyorat qildi. Simpozium Behbudiy ijodini tahlil etish borasida xalqaro tadqiqotlarga yangi eshiklarni ochdi. Bu anjuman kelgusida o'zining ilmiy amaliy samarasini berishi shubhasiz. Yanada batafsil ma'lumotni Jadid jurnalidan o'qishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Mahallalar hayotiga oid yangiliklar bilan tanishing. O'zbekiston mahallalar uyushmasi raisining birinchi o'rinbosari Javdodxon Inog'omov boshchiligidagi delegatsiya Latviyaning Yelgava shahri va uning dumasi faoliyati bilan yaqindan tanishdi. Yelgava shahar meri Martin Shildagis, uning o'rinbosari Martin Shtals hamda xalqaro aloqalar bo'limi rahbari Karina Lukashevicha bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Uchrashuv avvalida Prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligida O'zbekistonda mahalla tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar haqida batafsil ma'lumot berildi. Ma'lumot o'rnida Yelgava shahrida
shaharda 59 ming aholi istiqomat qiladi. Ishsizlik darajasi 3,3%. Shahar hokimiyatida 3 ming nafar xodim faoliyat yuritadi. Shuningdek, so'ngida bir oy ichida shahar dumasi tomonidan boshqaruvni nomarkazlashtirish borasida va xizmatlarni aholiga yaqinlashtirish maqsadida yangi tizim joriy etilgani ma'lum qilindi. Unga ko'ra, shahar 19 ta hududiy birlashmaga bo'lingan bo'lib, har bir hududda bir nafar xalq vakili ko'ngilli asosida saylanadi. Ular aholining muammolarini aniqlab, to'g'ridan-to'g'ri hokimiyatga yetkazuvchi aloqa bo'g'ini sifatida faoliyat yuritadi. Uchrashuv yakunida mutaxassislar tomonidan hamkorlikning yangi yo'nalishlari bo'yicha takliflar ishlab chiqishga kelishib olindi. O'zbekiston mahallalar uyushmasi delegatsiyasi, shuningdek, O'zbekistonning Latviyadagi favqulodda va muxtor elchisi Timur Rahmonov bilan uchrashdi. Unda Boltiqbo'yi mamlakatlarida O'zbekistonning mahalla tizimini targ'ib qilish, Latviyaning o'zini o'zi boshqarish tizimidagi tajribasini o'rganish masalalari muhokama qilindi. Elchixonada o'zbekistonlik vatandoshlar va talaba yoshlar bilan ochiq muloqot o'tkazildi. Ularga yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlar haqida ma'lumot berildi. Endi mahalla tizimiga oid statistik raqamlar bilan tanishing. 2025-yilning yanvar-avgust oylarida aholi tomorqasida yetishtirilgan meva-sabzavot mahsulotlari eksporti 368,5 million dollarni tashkil etdi. Masalan, Farg'ona viloyatining Oltiariq tumani 61,4 million dollar, Samarqand viloyatining Samarqand tumani 38,9 million dollar, Surxondaryo viloyatining Denov tumani 21,4 million dollar, Toshkent viloyatining Toshkent tumani 31,4 million dollar qiymatdagi meva-sabzavotlar mahsulotlarini eksportini amalga oshirdi. Meva-sabzavot mahsulotlari asosan Rossiya Federatsiyasi, Qozog'iston, Qirg'iziston, Iroq, Belarus, Latviya, Gruziya kabi davlatlarga eksport qilindi. Respublika Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazida 30-70 yosh va undan katta yoshdagi aholidan jismoniy tayyorgarlik darajasi sport sinovlarini qabul qilish tadbiri bo'lib o'tdi. Respublika Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazida qator tashkilotlar, xususan O'zbekiston Respublikasi Sport vazirligi, Oila va xotin-qizlar qo'mitasi, O'zbekiston mahallalar uyushmasi, kambag'allikni qisqartirish hamda bandlik vazirligi va qator tashkilotlar tomonidan aholining 30 yoshdan yuqori qatlami uchun jismoniy tayyorgarlik darajasi sport sinovlarini qabul qilish tadbiri bo'lib o'tmoqda. Respublikamizdagi 10 mingga yaqin mahallalarimiz bo'ladigan bo'lsa, o'shadan 30 yoshdan oshgan 1 millionmi, 2 millionmi imkon darajasi barcha aholini o'sha sport tayyorgarlik darajasi sport sinovlariga jalb qilishga harakat qilamiz. O'zi aholimizni o'zi xohlab mana shunday sport tadbirlarimizga jalb qilinmoqda. O'zbekiston mahallalar uyushmasi ham o'sha bevosita mahalla raislarimiz, mahalla yetilagi a'zolari bilan hamkorlikda mana shunday sport sinovlarini doimiy tashkillashtirib kelmoqda. Bir kam 70 daman, xudo. Bir kam 70 dasiz. Biror joyingiz og'rimaydi, sog'lomsiz va nolimaysiz sog'ligingizdan. Zo'rman, nolimayman, Allohga shukrlar bo'lsin. Mahallamizdagilar ham anchagina faol bo'lib, faqatgina mashg'ulot. Hech narsa kerak emas, pul kerak emas, boshqa narsa kerak emas. Faqat inson o'zini sevish kerak. Hurmatli mahalla tizimi xodimlari, haftaning har dushanba kuni raqamli mahalla platformasida hamda O'zbekiston mahallalar uyushmasining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy kanallarida mahalla soati o'quv darslari orqali sohaga oid ma'lumotlar, hafta davomida sodir bo'lgan yangiliklar berib borilmoqda. Mazkur o'quv soatini o'tkazib yubormang. Haftaning har dushanba kuni kuzatib boring. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz ana shulardan iborat edi. Yana qayta ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Bugungi tezkor hayot sur'ati, raqobat, talablar va kutilayotgan natija inson salomatligiga ruhiy ta'sir o'tkazadi. Ishdagi xodimlarda ayniqsa bu yaqqol seziladi. Stress ruhiy va jismoniy salomatlikka bevosita ta'sir o'tkazuvchi muhim omil hisoblanadi. O'zi umuman ishdagi stresslarning kelib chiqish sabablari nimadan bo'ladi? Vaqtida tugatilishi kerak bo'lgan vazifalar ko'paygani, natijada ish hajmining oshishi, aniq bo'lmagan vazifalar, ya'ni xodim nimani bajarishi kerakligini aniq bilmasligi, ish joyidagi adolatsizlik yoki bosimlar, boshliq yoki jamoa tomonidan xodimga nisbatan bo'ladigan bosimlar, uning o'zini qadrsizlanish hissini tuyishi, shaxsiy hayot va ish o'rtasidagi muvozanatning yo'qligi. Mana shu omillar insonda charchoq, tushkunlik, diqqat yetishmovchiligi va hatto uyqu buzilishiga ham olib keladi. Stressni kamaytirish uchun qanday yechimlar mavjud? Istalgan bir muammo borki, albatta uning yechimi ham bo'ladi.
Stressni kamaytirish uchun avvalo tanaffus qilishni, dam olishni o'rganish lozim. Kuniga 10-12 soatlab ishlash samara bermaydi. Bu surunkali charchoqqa ham olib boradi. Shuning uchun dam olib turishni ham unutmaslik lozim. Vazifalarni ustuvorlik bo'yicha tartiblab chiqish. Ishlarni rejalashtirsangiz, miya ortiqcha yukdan xalos bo'ladi va siz o'zingiz ham kerakli vazifalarga e'tibor qarata olasiz. Yo'q deyishni o'rganish. Ko'pincha stress mana shundan ham kelib chiqishi mumkin. Suhbatlashib turish, yolg'iz qolish stressni yanada kuchaytiradi. Do'stlaringiz, oila a'zolaringiz va hamkasblaringiz bilan suhbatlashish sizni hissiy jihatdan ham yengillashishingizga imkon bo'ladi. Uning davomiyligi insonning ruhiy va jismoniy salomatligiga zarar yetkazadi. Undan qutulish choralarini ko'rib qo'yish lozim. Unutmang, eng muhim ish o'z salomatligingizga e'tiborli bo'lish. Hurmatli siyosiy ma'rifat soati tinglovchilari, e'tiboringiz uchun rahmat. Kuningiz xayrli o'tsin. Taklif va mulohazalaringizni izohlarda kutib qolamiz.